Odamlar rivojlanib ketyapti, ko'rib turib havas qilib, eski akvachilar tushdi, yangi bunaqa dizaynlar kuchayib ketdi. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sizlar salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetgan. Bu yerga xudo xolasa chiroyli qilib mana akamiz ishlarini yakunlab berdik. Oltiariq tumani Fayzobod Oltiariq tumani Xolason qishlog'ida bo'ldi. Xo'p, bu yerga ikkita bir xilda bo'lgan, ikkita chiroyli eshik qo'yib berdik. Xudo xolasa hamma yo'g'i komplekt bo'lib bitdi. Xo'p, bu yerga yana 240 bo'lgan, balandligi pastdan tepaga 282 bo'lgan, yonlari 65 sm dan eshigimiz televizorli 225 sm bo'lgan, pastdan tepagacha qanoti ochiladigan. Eshigimiz yana 1.18, 1.15 bo'lgan. Xo'p, taylar arkafon o'rtada toshgulli shatlankalar bilan, xudo xolasa 1.8 lik shatlankalardan qo'yib berganmiz. Xo'p, termo ruchkalari xudo xolasa komplekt full bo'lgan. Bu tomonda esa o'kin ruchkalari bilan bittadan ochilish qo'yib berganmiz har bittasiga. Razmerlari bir xil, faqat o'ngga chapga ochilishlarda farqi bor. Aytgancha 40 lik padagonilari ham bor. Yonida shuncha qolgan joylariga padagonilar bilan xudo xolasa chiroyli holatda qo'yib berdik. Xo'p, yaqinroqdan ham bitta ko'rsataman. Ligirovkalar doimiydek go'zal holatda, shatlankalari ham o'ziga mos bo'lib, bejirim bo'lib turibdi. Aynaklari bitta oq, bitta yo'dviy bo'lgan, stikla paket, ichida dorilari hamma yo'g'i, tashqarilari germetikalangan full holatda bo'lgan. O'zlaringiz ishga baho berib ko'rasizlar. Chiroyli chiqqan holatlar. Ichkaridan ham bitta ko'rsatishlar, ichkaridan ham bitta ko'rinishlarni ko'rsatib o'taman. Hop, petlilarini 4 tadan qo'yib berdik. Akamiz o'zlarining talabiga ko'ra, o'zi aslida 2 qanotli eshikka 3 tadan bo'ladi standartda. Shtob menga keyinchalik gacha ham baquvvat qilib bering dedilar. O'shanga mos qilib berdik. Ochilishlari ham o'kin ruchkalarini Rotto Swindan qo'yib berganmiz xudo xolasa. Go'zal holatda 60 lik spalnitillari bilan plastmassa mexanizmlari ushlashlari zo'r bo'ladi uni. Hop. Petli petlilari ham Akfa'ning o'zidan, 100% pechatlari bor. Даже rezinkalarda ham fonli Akfa'ning o'zining mahsulotlaridan bo'lgan. Hop, padagonilari penalar sepib ishlarni bostirib qo'ydik. Penalar polностью bo'lgan yonlarigacha. Xudo xolasa bu tomonlar akamiz o'zlari tekshirib olyapti-da mana. Shatlanka gullari bir xil, ikkoviniki ham liniyalarigacha 4 tadan oshiq mashinalar hammasida bir xilda bo'lgan. Ochilishlari hamma yo'q. Padagonilari ham bor. Akamiz o'zlari ko'rib zakaz qildik, ko'rganimizdan ham chiroyli tuyuldi. Rahmat. Gap yo'q, rahmat aka sizga. Xudo xolasa. Odamlar rivojlanib ketyapti, ko'rib turib havas qilib, eski akvachilar tushdi, yangi bunaqa dizaynlar kuchayib ketdi. Rahmat aka, gap yo'q. Xo'p, qulublanishlari ham xudo xolasa chiroyli holatda bo'ldi. Va mashg'ulotlarni yursa batafsilga qo'yaman. Xudo xolasa to'ylarga, yaxshi kunlarga nasib qilsin aka. Chiroyli holatda tugatildi. Ochilishlari ham. Akalar o'zlari anchadan beri kuzatib bo'lar ekanlar bizni. Obunachi. Menga deydi, eng fulidan qilib bering dedilar. Aytgandek qilib berdik. Eshikda ham lipochkalari bor, shtobi shatlanka dirillamaslik uchun orqadan yopishtirib berganmiz. Xo'p, xudo xolasa shuning bilan ishlarimiz yakuniga yetdi. Mana o'zlaring ko'rdilaring, xudo xolasa egalarigacha o'zlarining yonlarida ishlarimizni yakunlab topshirib beryapmiz. Kimga shunaqa ish rom deraskasi beranda zarur bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilasizlar, ishlaringizni sifatli garantiyali qilib o'rnatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.